uchrashdek talaylik fursat kimga taalluq bo'ladi? Kim talaylik? Qani o'g'illardan ixtiyor qilib biranglar sahnaga chiqinglar. Qizilgul puraydu yazan xatlari. Xotinning gapini anglaydigan balalar amroq. Siz şehrin çıksınız çıkmayız. 20% ajrashadiganlarmi mush oilaning sababidan ota-onasining gapini yoki qiz taraf yoki o'g'il taraf bek anglab ketganlik sababidan ajrashishni keltirib chiqardi. Psixolog Alijon. Alijon muallimdan buni. Alijon muallim. Bo'ldimi? Ana Gülzar malum qarab turib, yaxshi bilimni bizga bermay kitoblarga tiqyapsiz. Muhabbetlasak unuvatdingiz, o'zingiz elchiga chiqyapsiz. Amliq she'rim bilan Gülzar malum qarshalma. Endi biz qizlar menga o'zimizni 18 yoshlikdekla bilishimiz kerak deb o'ylayman men. Ama ağamcın uzun qo'yib turman, nahmaydanga tushgan hal qilma. Şu an şikayetlerim yaxshisi, vazgeçanlar. Sal xijilib qoldim endi qiz o'ltirib bir o'g'lon talab kirsam deb. O çiğslam ne böyle degandek, saran xotindek. Bir yerdan chiqadi hamda. Ash yigitmi, qardimi, siz ko'rdingizmi? Men ko'rib qoldim. Adas yaxshi. Men ham farzim birinchi numar. Ben lag'ma yeganda ochiq suvni bek chiqib yetaman. Tugdi. Onu ulan nima karfkan bu qiz balon açık su qo'yamsa, ham jim qo'yamsa, samsaq imzon